Nima ekan bu? Görüşemiz. Istanbul Eko markazimizga Buxoro viloyatidan 6 yillik bepushtlik bilan bemorlarimiz murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda xo'jayinlarning urug'ida muammo bor edi hamda bemorimizning bachadon naylarida muammolar bor edi. Ularni hammasini tekshirib bo'lgandan keyin eko qilish kerakligini aytuvdik. Demak, eko qilganimizda birinchi marta embrion qo'yganimizda bemorimiz homilador bo'luvdilar. Bugun esa ushbu bemorimizni birgalikda ultratovushda ko'ramiz. Demak, mana bachadonni demak, mana bachadonning ichida homila xaltachasi va mana bu yerda jajjigina nima ekan bu? Görüşemiz. Embrionimiz. Bo'lacha. Mana bu nima urayotgan? Yurakchasi yaptı. Yurakchasi uryapti. Hozir birgalikda eshitib ko'ramiz. Bismillah. O yaxshi uryapti, yurakchasi yaxshi uryapti. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'lingizga olish nasib etsin. Barcha farzand istagidagi bemorlarga mana shunaqangi chiroyli tovushlarni eshitishni tilab qolaman. Sog'lig'ingizga e'tibor bering, malakali shifokorlarga murojaat qiling. Salomat bo'ling.